janob oliylari. O, Welsi, Suzune va Kazuki'ning sehrli qobiliyatlarini aniqladingmi? Ikkalasida ham aql bovar qilmaydigan qobiliyatlar bor. Lekin eng muhimi janob Usato. Usatoga nima qildi? Faqat uni qora sehrga yaqin ekanligini aytma. Kristal yashil rang bo'ldi. Nima, rostdanmi? Ha, boshqacha qilib aytganda janob Usato juda kam uchraydigan narsa. Yo'q, buni aytma. Nima? Meni sehrga yaqinligim shunchalik yomonmi? Usatoni imkon qadar tezroq qal'adan tashqariga jo'natishimiz kerak. Lekin qayerga? U uchun xavfsiz joy qayer? Uni hozircha shahar tashqarisiga chiqaramizmi? Ha, to'g'ri. Darhol buni amalga oshiring. Haligi men umuman tushunmadim. Nima? Men shunchalik xavflimanmi? Xuddi shunday yaqinlikka ega bo'lgan yana kimdir bormi? Ha, kimdir bor, lekin unda emas, ko'p sabablarga ko'ra u emas. Bu yaxshi emas. Nega shunday bo'lish kerak? Janob oliylari, chaqiruv marosimi qanday o'tdi? Qahramonlar allaqachon yetib keldimi? Roza, bugun dam olish kuning deb o'ylagan edim. Hazillashyapsizmi? Men qirolga xizmat qilaman. Men hech qachon. Sen qahramonmisan? Yo'q, u qahramon emas. U bizni nodonligimiz natijasida shu yerga kelib qoldi. U oddiy, u juda ham oddiy bola. Ha, shunaqami? Xo'y, bola. Ha, sen isming nima? Usato ismim. Usato degan, men ismim Roza. Men qirollikning qutqaruv guruhini sardoriman. Tanishganimdan xursandman. Ha, men ham. Qutqaruv guruhi? U hayotni saqlab qoladigan emas, balki o'ldiradigan odamga o'xshaydi. Roza xonim, qahramonlar billur sharxonasida. Sizga yo'l ko'rsataman. Yaxshi. Janob oliylari, ma'zur tutasiz. Ha. Usato, sen bilan nima qilishni keyinroq hal qilaman. Sen uchun xona tayyorlashadi, u yerda dam olishing mumkin. Yaxshi, lekin siz hali ham meni sehrim haqida hech narsa demadingiz. Bu yashil rang qanday sehrga yaqin o'zi? Yashil rang dedingmi? Nima? Ha. Janob oliylari, men bu yigitni olib turaman. Welsi, Usatoni undan uzoqlashtir. Ha, janob oliylari.